Assalamu alaykum aziz qeyrindoshlar. 7-ci qitimliq Mən Natiq Uyğur Ğunçilari nutq so'zlash musobaqasi oxirlashdi. Biroq bu yillardagidan farqli bo'lgan bir hissiyat yuragimizni ig'irlashtirdi. Chunki har xil sabablar tufaylidan bu yil faqat 5 mahir musobaqaga asar avatgan edi. Vatan yiroqda, ko'nglimiz yerim, dilimiz sunuq, o'ylandik. 5 balamiz bo'lsa-mu musobaqamizning uzilib qolmasligiga g'ayrat qilibdi. Vatan sirtida o'z nutqi bilan o'z tilini jaranglatishni o'ylabdi. Ularni umidsizlantirib musobaqani amaldan qoldirsak bo'lamdi? Albatta, buning javobi hammamizga 5 qo'ldek ayon edi. Az bo'lsa-mu soz nutqlari bilan o'zini namoyon qilgan bu umid qo'ychilarimizning dilimizga surgan malhamlarini o'zimizga davo bilib, ularning mengayotgan yo'llariga qizil gullarni chechishni, ularga kelgusida qanchalik qaltis kishilardan bo'la oladiganligini bildirishni qaror qildik. Davomliq musobaqaga qatnashib kelayotgan ikki bolamizning izchilligi, hasrat bosgan dilimizdan tumonlarni tarqitib o'tgan bo'lsa, yangi qo'shilgan bolalarimizning jasorati, g'ayrati, ishonchimizni qaytadan turg'izdi. Bir bola qolsa-mu davomlashtirish, bir asarni bo'lsa-mu baholash kerak. Biz ularning mehridan illiqlik oldik. Ranglari bilan rangsizlashgan dunyoyimizni bezidik. Tasavvurlar bilan ajoyib bir tilsimatning ishkini chekdik. Arzularga sho'ng'ib, atisini ko'rib keldik. Ular Uyg'urchada faqat ilib-bani o'rganib savodliq bo'lgan, kitob o'qiy oladigan bolalar bo'lmasdan, o'z tilida yuqori saviyalik asarlarni ravon yoza oladigan va yozganlarni kasbiy notiqlardan qilishmaydigan so'z san'ati bilan sahnada so'zlab bera oladigan bolalardir. Umid degan narsa hech qachon yolg'iz qolmaydi. Biri 10, 10 ming bo'la oladi. 6 qitimliq faoliyatga bas-basti qatnashgan bolalarimizning ba'zilarining yoshlari musobaqa ishidan ishib ketgan, ba'zilari bu yil yerib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ishonimizki, ular yana qayerda bo'lmasin o'z sahnasini topa oladi. Aramizga yangi notalar qo'shilib, chechaklab, ati meva beradiganlik bilan bizga biz uchun tirishishdan to'xtab qolmanglar deydi. Birdamlik aram elish yo'limizning oxirga kelganimizdan derak bermaydi. Yo'limiz texi uzun. Karvanimiz yo'l bo'yi cho'ngib, tahlimakonga ulangan yurak beg'imizga bog'lanib mangdi. Bu yillik faoliyatimizga qatnashgan suyumlik bolalarimizni, ularga mushu sharoitni yaratib bergan ota-onalarni tabriklaymiz va ularga chin yurakimizdan rahmat aytamiz. Kurtuluş yoluna suday kalktı bizning kanımız. Sen için ey yurtimiz, olsun feda bu canımız. Kan küçük hem can büyük, ağır kurtulmalı seni. Kurtuluşta kalbimizde var idi imanımız. Atalarının cenleri ölçmeydi tarih bitirdi. Nesli kanı cengi var, göz olun evladımız. Çıktı can hem aktı kan, oldu yardım el aman. Yaşasın, hiç ölmesin, güzel istikbalimiz. Yaşasın, yaşasın, parlansın istikbalimiz. Assalamu alaikum. Mine ismim Hayrunisa Abdusalam. Bugün sizlerge sözlep berdiğen nutqum Minen apam nimge okşaydı. Minen apam nimge okşaydı. Minen apam hiç buzulup kalmagan qo'ng'iroq saatga okşaydı. Yaslidiki vaqtim ta
gün geçer, her günü mini de vaxtida uyuturdu. Mening apam qiyin bir lüğətə oxşaydı. Kitap oxuğuca, kino görgücə bilməydiğin kelimelerimni sorsam, sen hamısını bilirdi. Mening apam illegal mikroskopka oxşaydı. Mening hatalıklarım qancha kichik bolsunmu, apamның gözdən hiç qaçmaydı. Mening apam zerikishlik ün qoyğuğa oxşaydı. Meyli çini çotqulavatqan yoki kiyimlerimni kiyvatqan bo'lay, yoki tamoq yevatqan yoki topshiriq ishlavatqan bo'lay, siz qiling, siz yangda yurdi. Mening apam özgürüşcan tağ havasıga oxşaydı. Yüzü birden bulut kaplap kesse birden dıla Hasan Hüsen parlap çıkıdı. Birden dikin şakrap yağmur yağsa birden dikinde çıraylık aptap çıkıdı. Lekin apamның her işini yaxşı görmən. Ben qandaq boluşudan qat'i nazar u mening söyümlük apam. Rahmet. Assalamu alaykum, aqlliq o'maq qizim Xayrnisa. Sizningki söyümlük apingiz haqidagi nutqingizni to'liq qiziqib, yoqtirib anglab chiqdim. Sizning apingizni har xil o'xshatishlaringiz meni bak jalb qildi. Bo'libmi apingizni yip uzilmagan qo'ng'iroq o'xshatganingiz bak qaltis o'xshatishibdi. Bak yoqtirdim. Aferin sizga. Nutq uchun ishlatgan tilingiz adabiy tilga asosan yaqinlashibdi. İntonasiyanız, talaffuzingizmi o'lchamlik, to'g'ri. Odatda sizniki Uyg'urcha nihoyatda yaxshi so'zlaydiganligingiz bu so'zlaringizdan, nutqingizdan ko'rinib turibdi. Ondan kiygan kiyimlaringizning chiroyli yarashib ketganicha tehi. Buningdan apingizniki sizga qanchalik ajr qilganligi, mush nutq uchun qanchalik ko'p ajr singdirganligi, ta sizni shunday chiroyli kiyindirib sahnaga ip kelgich bo'lgan jarayonda ko'p ajr qilganligini, sizlarning o'rtaq mush nutq uchun astoydil muomala qilganliginglarni ko'rib olgani bo'ldi. Bundan intayin suyundim. Oxirida sizga apingiz bilan birga texmo go'zal, xotirjam, baxtli hayotlarni kechirishinglarni, yaxshi kunlarni o'tkazishinglarni, xotirjam yashashinglarni chin yuragimdan tilayman qizim. Allohga omonat bo'ling. Mahirimiz Xayrunisa Abdusalam. Xayrunisaning nutqining mazmunini men nihoyat yoqtirdim. Chunki u nutqida suyimlik apasiga bo'lgan eng tabiiy va samimiy tuyg'ularni ifoda qilibdi. O nutqida apasini qo'ng'iroq soatga o'xshatish orqali apasining vaqt qarashining kuchliligini bolalarcha hissiyotda obrazlashtirgan bo'lsa, apasini yana lug'at kitobga o'xshatish orqali apasining bilim uqumining mo'lliqiga bo'lgan hayronligini namoyon qilgan. Xayrunisa apasini yana mikroskopga, ün qo'yg'iga va tog' ovoziga o'xshatish orqali aslida yana bolalarcha g'uborsiz hissiyotda adabiyotimizdagi yumorliq ifoda qilish vositasini nutqida ustunlik bilan ishlatgan. Uning nutqidagi tatliq tili, obrazliq ifodalari, urg'u intonasiyasi nihoyat joyida va o'rinliq bo'lgan deb qarayman. Qo'ng'iroqdek jarangli talaffuzi bo'lsa, nutqini texmi ta'sir qilarlik seviyaga ilib chiqqan. Uning ustiga yarışımlıq atlas ko'ynagi, chiroyli gilam do'ppisi nutq uchun nihoyat atrofli tayyorlik qilganligini ko'rsatib beribdi. Men Xayrunisaning yeziqchilik va nutqdagi bu o'zgacha ifoda qilish iqtidorini texmi yaxshi joriy qildirish orqali go'zal Uyg'ur tilida texmi ko'p asarlarni o'ttirib qo'yishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Xayrunisa, sizning o'moq to'limi jonliq o'xshatishlarınız hammamizga apamizni eslatdi. Demek apalarning nurg'un taraflari o'xshaydi. Sizning chuchuk tilingiz bilan apangizning mijoz xulqini, sizga qandoq ko'ngil bildirganligini bak yaxshi yig'inchoqlab berdingiz. Apangizni bundaq o'xshamagan shaylarga o'xshatish orqali o'zgacha ifodalab berishingiz sizning ham nihoyat aqlli, ham nihoyat qiziqchi mijozingizni ifodalab berdi.
Nutqnımı bək canlıq, bək ravan sözlədiniz. Nutqda işlətgən sözlərinizin urğu intonasiyası mı bək doğru çıxdı. Nutqunuzun məzmunu tolumu mənalıq çıxıbdı. Mən sizin apаңızın yaxşı ғəmxorluğu, yaxşı tərbiyələri bilən texmi sağlam, xuşal çoğun buluşunuzunu, kəlgüsü güzel arzu armalarınızga yetişinizni çin qalbimdən ümid qılma. Sizge ahmet yer bolsun. Esselamu Aleyküm, hürmetli ustazlar, sevgili dostlar, yaxşımızlar. Ben bugün çok küçük, hemimiz için, hayat kitabımız için en suyumlik, en katillik ve en uluk bir insan ana timisinden nutuk sözleymen. Biz hemimiz anamızı yukarıda güzel sözler bilen maktan medhileyimiz. Ama biz besede anamızın bizni tuğup çoğun kılgan ecelik için, hakkı ve hürmeti için nimelerini kıldık ve nimelerini kılışımız gerek. Ben bugün bu sene arkalık minimum bir cebada tuğup peplep bakıp çok kılgan hilhamı bile hımım yapıyor vatan cinim ama bütün kömümdeki sözlerimi ilişka ve şu kadar da bağırlık mihriban anlardım harda soraştı istedim. Cinim ama güzel ama mini dokuşça bakıp çok kılıca pançilik yapan bıçakatlarını tartmanızı yüzüp ve söze buluştuğa hiç kızım yetmeydi. Benim küçüklüğüne neticelerimde mi alemce hoş bulduğalıqınızı, onsuzluklarım için mərdəmi bekrek bir aram bulduğalıqınızı yaxşı bilmən. Mən üçün, benim hoşallıqlarım için qaytilik bedellerini tölgelikinizi his kılalayım. Paydalık emeklerini köp ilgili olmaydıqalıqımdır. Soğuk emeklerini yaxşı gördüqalıqımdır. Bir xəsrə qalıb üşək avarçılıqlardan niri tüvalmaydıqalıqımdır. Her gün digidək ənsirib durduğalıqınızı bilmən. Meni əxlaqlıq, imanlıq, ilimlik buluşum üçün her gün digidək dua qılsız, hızdınsız, bana tərbiyə qılsız, nə çinə suyup kucaqlaysız. Bir nəsi dolğanda mən avraq məramlarını tallaşqa, mən amraqlamaqlarını yetişkə əhmiyyət birsiz. Mən hiç kimdən ağlamağa tatlıq sözlərini sizin anlayman. Siz bolsanız hiç nəzdən qorxmayman və ənsirməyman. Ağırlıqlarım sizdən pərtləşdiriniz bilen saxıydı. Korkunçlarım sizden medetleriniz bile yok aydı. Siz bulgaç, sizdek bir mihriban anam bulgaç, ben özümlük kişilik his kılım ben. Kelgüsü güzel armalarımga yeterlişimge işini ben. Süyümlük ana, desem yaptırım tüymeydi. Şıkılıp sizdek bir mihriban, tüyümcan, sebirçen bir anam bulgundan, pəxirlinmən ve süyünümən. Küçükten kalıp gibinizge kulak salmay, siz niye rencitken bulsam, mənzir razı bulun. Allah mən üçün tatlan her bir cəbayınızға tügməz əcirlərini ataqlasın. İnşallah. Ahırda mən tüvənlik işləri arqılıq can anamdım və bağırlıq cəba kəsənlərdən yanıma tamardıq sorayım mən. Çoğun buldum can ana əcrinizdə mən, hürmətdə sizgə gül dəstə tutumən. Balam dəb hardınız, cəba tartdınız, mihmandək əzizləb sizni kütümən. Okudum texmu yaxşı oxuyman. Siz kütken armanga çoğum yetmən. İman ve ahlakını kılıp cüp kanat, hidayet köküde kanat qaqman. Əcriniz kökleydi, dua kıldınız. Hak yolum üstüde korkmayım mən. Can ana xatircəm bolun minildin. Sizni şad etmekke teyyar bol mən. Rəhmətçilərə Musab, ekran aldaki salabətlik turuşunuz, nutuqni naydı çıraylık salamlar bilen başlayışınız, şundaqla nutuq məzmununuzun təsirlikligi anlıqçılarına diqqətini qozğaydı. Siz nutuğunuzdaki her bir cümlede ananızga bolğan mehr muhabbetingizni, hürmetinizni ifadələşə tirişdiniz. Haqiqatan her bir sözünüzdən ananızdan sizge qanchalik ko'ngil bildiganligi ve sizning onunğa bolğan cho'nqur hürmetiniz, rəhmətiniz tökülüp durdu. Siz turmushdagi eng oddiy ishlarni misolga elib turib, anangizning sizga qanchalik ko'ngil bildiganligini bak yaxshi ifodalab beribsiz. Haqiqatan dunyoda biz bildigan eng chiroyli so'zlarmi, onalarimizning biz uchun ko'rsatgan tirishchanliklari, to'lagan badallari, shundaqla biz uchun qilgan ajrlarini ta'riflashga kuchi yetmaydi. Men sizning mush o'zingizda bor bo'lgan barcha alayliklarni texmo taraqqiy qildirib, texmo
yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni, onangizning yaxshi tarbiyasida sog'lom, xushal o'sib yetilishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin. Mahirimiz Mus'ab Eysajon. Mus'abning qadrlik apasi haqidagi bu nutqida men oldi bilan eng ta'sir qilgani uning hissiyatining ne kadar tabiiy va samimiy ekanligi bo'ldi. Uning bu g'uborsiz hissiyati, jaranglik talaffuzi va kuchli intonatsiyasi bilan birga to'liq muvaffaqiyatli bir nutq bo'lib o'tirib qo'yilgan. Yig'inchoqlab aytganda, nutqning mazmuni mo'l, hissiyatga boy, shuning bilan bir vaqtda Musab yana badan tilini nihoyat ustulik bilan qo'llanish orqali nutqdagi hissiyatini texmo ta'sir qilarlik saviyaga ilib chiqqan. Uningdan boshqa nutqning tili ravon, tushunish bo'lib, chiroyli millicha kamzul toni va yarshimlik do'ppisi bu faoliyat uchun nihoyat atrofliq va astoydil tayyorlanganligini ko'rsatib beribdi. Men bundan to'liq suyundim. Nutqning oxirida nutqqa ketilgan she'r bo'lsa, nutqni qaltis yuqori pallaga ilib chiqqan va kuchlantirgan bo'lib, Musabning bu she'rini o'zining qadrli apasi boshliq barliq aziz onalarga taqdim qilganlik bo'lsa, meni haqiqatan ta'sirlantirdi va suyundirdi. Musabning bundan keyinmi bo'shib qolmasdan bu go'zal ona til saviyasini kuchli ifoda qilish iqtidori va intonatsiya alayligini texim taraqqiy qildirishini, texim go'zal asarlarni biz bilan o'rtoqlashishini chin qalbimdan tilayman. Assalomu alaykum Mus'ab o'g'lim. Sizning nutqingizni yoqtirib, suyunib anglab chiqdim. Haqiqat analarimizni mengi yasaq tugmaydigan bir tema. Ular haqida yezib, aytib tugitib bo'lolmaymiz. Onamizning bag'ri biz mengi talpindigan bir makan. Ularning mehriga, muhabbatiga mengi qolmaymiz. Siz apangizga bo'lgan sevgi muhabbatingiz, hurmatingiz, javoblaringiz singan nutqingizni intayin yaxshi tayyorlabsiz. Sizningki intonatsiyangiz, talaffuzingiz intayin to'g'ri o'lchamlik, ishlatgan so'zlaringiz joyida, nutqingizni texmo obrazlik aks ettirib berishga yordam beradigan yaxshi so'zlarni, obrazlik so'zlarni tanlab ishlatibsiz. Nutqda til ishlatishmi, so'zlarni tanlashmi intayin muhim. Men bulardan sizningki odatim uyg'urchani bek yaxshi so'zlaydiganligingizni, sizning bir uyg'ur tili ustasi ekanligingizni his qildim. Uyg'ur tili bizning onamizning tili, biz shu suygan mehrga biz mengi qonmaydigan shu onamizning tili, bu tilni biz onamizdan o'rgangan. Shunashqa buni shundoq texmo go'zallashtirib, texmo chiroyliqlashtirib, eng chiroyliqlarini tanlab turib so'zlasak, onamizga texmo yuz kelgan bo'lamiz balam. Oxirida o'qigan she'ringizmi intayin yurak tagdi. Sizning nutqingizning saviyasini texmo bir baldaq yuqori ko'taribdi. She'rni bek yaxshi o'qidingiz. Men intayin bundan ta'sirlandim. Oxirida apangizning quchog'ida menga baxtlik, sog'lom shundaq cho'ng bo'lishingizni umid qilaman. Apangizga salomatlik tilayman. Sizga ishlaringizga, o'qishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman balam. Aman bo'ling. Assalamu alaikum aziz ustozlar, qadrli do'stlar. Men Seyda Subhi, Fransiyada yashayman. Men bugun sizlarga 10 yildan keyingi men degan asrimni ilib keldim. Bu kelgusimdagi bir kundalik xotiramdan bir ariya. Hammanglar kelgusilarni bilganlar bormi deyman. Afsus, kelgusimizni ko'rgil bo'lmaydi. Ammo biz go'zal kelgusilarni xiyol qilaymiz. Men Allohga tutum aman sahna bilan kelgusim qarab o'smoqchiman. 10 yildan keyingi men. Kundalik xotiram 2035-yili Qahtanning 10-kuni Charshanba kech Harvard universiteti kutubxonasi. Jimjit bu kutubxonada men yurak kasallarining alomatlari to'g'risida kitoblar orasida o'zvotaman. Hozir Harvard kutubxonasi mening ikkinchi uyim bo'lib qoldi. Bugun mening tug'ilgan kunim. Men yana bu kunni mushu haybatlik kutubxonada o'tkazishni tanladim.
Çünkü tədqiqatımның nəticəsini görüş mənim üçün ən çox sovqat. Mən hər yekşəm günni təqazalıq bilan kütümən. Çünki o günü mən Amerika Uyğur ana dil məktəbinin omaq oxucularına ana dil dərsi vermən. İlgirki çağlarda mən Uyğur ana dil tur məktəbinin bir oxucusu bolğan bolsam, hazır mən ustazlarımdan öyrənген bilimlərimni omaq oxucularıma yetkizədim. Mən özümün millətimə bir kişilik töhpoşallığımdan fəxrlənmən. Dərsin sırtqı çağlarda mən skripkamni ilib müzik məktəbə mənğanda bək hayacanlıyım. Skripkam mənim kiçikimdən hazırgacha mənim bo'lib kelayotgan ən yaxın dostum. Biz hər xil konsertlarni tomoshabinlarga sunamiz. Mən bundan bək huzuralman. Gerçi ata-anam və urug' tuqqanlarim yanımda bo'lmagan taqdirdami, meni hər vaqt qo'llaydigan do'stlarim və umaq o'quvchilarim menga hamroh bo'lg'achqa, men nihoyatda ahamiyatli kunlarni o'tkazib kelyapman. Men kelgusim uchun davomliq bir qadamdan tirishchanlik ko'rsatman. Mana bu 10 yildan keyingi men. Ulug' Allah hammamizning go'zal arzu-armonlariga yetkazgili nasib qilsin. Hammanglarning ko'ngil qo'yib Allah berganinglarga rahmat. Mahirimiz Saida Sübhi. Mən aldı bilan Saidani nutqi orqali biz bilan o'rtoqlashgan umidvorligi va go'zal g'oyalari uchun chin ko'nglimdan tabriklayman. Uning nutqining mazmuni kelgusidagi xiyollarga munosabatli kundalik xotir shaklida to'limi o'zgacha bir uslubda yozilgan bo'lib, Saida kelgusidagi o'z to'g'riliq arzu-armonlarini to'limi ravon, tushunishlik va anglag'uvchini maftun qiladigan, huzur bag'ishlaydigan bir shaklda o'z nutqida ifoda qilib beribdi. Onundan başqa Saidaning intonatsiyasi to'limi jarangliq, urg'ulari joyida, badan tili mazmunga nihoyat uyg'un va tabiiy bo'lgan. Saida Shatut do'stini nutqida qo'shish orqali nutqida yig'ishliq bir yangilik yaratgan va nutqining ta'sir qilishchanligini kuchaytgan deb o'ylayman. Uning bu xil tabiiyligi, nutqidagi o'ziga ishongan, orzularga ishongan taqdirqi hamda yangilik yaratish iqtidori meni haqiqatan qoyil qildi. Saidaning bu o'ziga bo'lgan ishonchisi va g'ayratining to'xtovsiz bo'lishini, butun go'zal arzu-armonlarning amalga oshishini chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum Saida. Qaltis qizim, sizning nutqingizni bek söynüb, shunda xo'shallik bilan angladim, hangdan qoldim, ham intayin qoyil bo'ldim. Bo'libmi temingiz 10 yildan keyingi men. Temingizdan sizniki hozirlam ma'lum bir g'oya, ma'lum bir nishon uchun tirishayotgan bir qiz ekanligingizni his qildim. Siz deganga o'xshash biz kelajakni ko'rolmaymiz, kelgusini ko'rolmaymiz, biroq tasavvur qila olamiz. Mushundaq tasavvur qilishmi, niyat qilishmi biz yetmoqchi bo'lgan shu ishning, bormoqchi bo'lgan shu manzilning yerimini qilib bo'lganligimiz bilan hisob. Sizning shu yo'llarda charchab qolmasdan 10 yildan keyin dal o'zingiz degandek mushkil holatlaringizni ko'rishingizni umid qilaman qizim. Bo'libmi 10 yildan keyin 2035-yili Qahratonning 10-kuni sizning tug'ilgan kuningiz bo'ladi ekan. Mush kunda Harvard universitetiniki shu kutubxonasida yurak menga kasalliklari yoki mush haqidagi tadqiqotlaringizni texmo cho'nqurlashtiradigan fursatlarga erishib ishlaringizni boshlab bo'lishingizni, ondan texmo güzel yana bir orzuyingiz 10 yildan keyin o'zingizning shu güzel Uyg'ur tilingiz bilan, bilimlaringiz bilan siz bilganlaringizni, siz varis bo'lgan shu tilni avlodlarga, sizdan keyingi qora ko'zlarga yetkazish uchun ona til o'qituvchisi bo'lish orzuyingizning borlig'ini aytibsiz. Shu orzuyingizning amalga oshishini umid qilaman. Siz bugun shundaq ona til
pedagog pedagoglarning tirishchanligi bilan bugun mana shundaq Uyg'ur tilini nayt puxta, go'zal, chiroyli, o'lchamlik, nayt chiroyli o'rganibsiz. Demak, siz hozir his qildingiz mush tilning go'zalligini. Demak, shundaq bir go'zal tilni kelajakda 10 yildan keyin menmi bir o'qituvchi bo'lib meningdan keyingi ini sing'illarimga o'rgatsam deydigan orzuyingizning borligi hozirla ma'lumliq. Şu arzuyingizning amalga oshishini umid qilaman. Ondan shundaq bir chiroyli bir orzuyingizni yana birisi bor ekan, skripka chalish. Demak, siz hozir boshlab bo'ldingiz uni. Hozirmi chala olasiz, kurslarga borsiz degan gap. 10 yildan keyin skripkangizni yangiritib turib, Uyg'urning go'zal melodiyalarini cho'ng sahnalarda yangitishingizni, Uyg'urni to'ntishingizni hech bo'lmaganda hayatınızga, turmuşunuzga skripka orqali go'zallik berishingizni, o'zingizni, tuyg'ularingizni rangdarlashtirishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman qizim. Sahnadagi turish qiyofatlaringiz shundoq chiroyli, kiyimlaringiz undan chiroyli, talaffuzingiz, intonasiyalaringizmi intayin o'lchamli, bek to'g'ri, tilingizmi intayin ravon, shundoq qiziqish bilan, söyüniş bilan anglab chiqdim. Ondan bo'ringizdagi umaq Aman Nisama sizga bek moslashibdi. Aman Nisag'imni menda salom ayting qizim. Aman bo'ling, Alloh murod maqsadlaringizga yetkazsin. Seyda, nutqingizni anglab sizga alayda rahmat aytqim keldi. Chunki arzularingizning tizimligida ona til muallimi bo'lish meni bek ta'sirlantirdi. Bir ona til o'qituvchisiga nisbatan aytganda bu katta xush xabar hisoblandi. Nutqni naytı canlıq, ravan sözüldünüz, nutqda işletken sözlerinizin urgu intonasiyasımı bək toğru çıxdı. Nutqinizin məzmunu təsirlikli bo'lib qalmay, ən mühimi anlıqçıға naytı ümid bağışlaydı ekan. Nutqni bək düşünüşlik, danı-mı-danı qıb sözüldünüz, hətta möyrünüz qonup alğan quşunuzmu sizin tilinizni düşündü ekan. Onun sizga qaytırğa inkası bunu isbatlab turibdi. Ben sizni arzularınız bo'yicha kelgüsdeki dağlıq tibbiy sahada muvaffaqiyat qazangan dağlıq tadqiqatçı, hatta oxirdagi qimmatli vaqtlarini ana til o'qitishiga sarf qilgan jafokash muallim sifatida tasavvur qilib baqdim. Siz yuqorqi sahnalarga qo'ymay yarishid ekansiz. Men sizning o'zingizda bor bo'lgan mush barcha ortiqchiliklarni joriy qildirib, kelgusida go'zal arzu armonlaringizga yetishingizni, ana tilimizning qo'g'dug'chisi, parvonasi bo'lishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizge omad yer bo'lsin. Assalamu alaykum. Benim ismim Sabira Muhammed. Ben bu yıl 11 yaşıma girdim. Nutuk sözleş müsabakasına keyingi ervah timallık neslimini okup bilimen. Keyingi ervah. Yazlık tatil yetip geldi. İmtihan neticelerim tüven bolğaçqa dadam meni cezalamakçı boldu. Ama ben üçün ceza emas, belki mükafat idi. Dadam meni yazlık tatilde mumamның yanına aparıp koydu. Ben mumamның yanına, yani bir yazığa kelgen edim. Kaymakka dastlapta bektirikşilik cayda kıladı. Ama ben asta bu yerge künüşke başladım. Dastlapta ben boş vaktlerimde sırtta oynaydım. Ama vakitning ötüşüge ergişip, ben hem ögünüp hem sırtta oynaydıgan boldum. Dostum Mina bana ervahlar hakkında nurgun narsalarını sözlep biletti. Dastlapta ben onu anlamadım ve onun yalgan dep oyladım. O bana davamlıq sözler vergenden keyin ben asla işinip kaldım. Bir neçə gündən keyin bir öğlen momamni telefon qildi. O mening dadam idi. Dadam, ılgınni erti tushdan keyin ziyoratga kelganligimizni deb qo'yamsiz? Yazlık tatil tugay dedi, deb momam bilan xo'shlashdi. Dadam kelishdan burun do'stlarim bilan xo'shlashdim. Hem Mina'nın telefon numarasını erişini unutib qolmadim. Dadam geldi. Ben narsa keraklerimni yig'ishtirib momam bilan xo'shlashdim. Biz yo'lga chiqdik. Men yo'lda Mina bilan paranglashib o'tirdim. U menga yana arvohlar haqida narsalar so'zlab berayotdi. U bularning hammasini asrlar ilgirki kitobdan so'zlab beradi. Men uyga qaytib kelib, onamni quchoqladim.
Onun itib bergen tamaklarını bek sevindim. Anamның tamaklarını yap bolgandan keyin hücremga qaytdım. Bir kompüterning aldida o'tirib, "Arvahlar rostmi?" deb Google'ga yazdım. Google'dan kelgan javoblar yo'q edi. O kundan boshlab men Minani yolg'onchi deb atadim. Assalomu alaykum Sabira qizim. Sizning nutqingizni xuddi bir kinoni ko'rayotgandek yoki bir radio dramasini anglayotgandek bir xil tuyg'uda anglab chiqdim. Hem to'liq ijroat qilgan mening bolaliklarim, bolalikdagi momamning uyiga berib, momamning mazidagi qizlar bilan kechlarda o'tirib, ashtaq arvohlar haqida paranglashadiganligimiz, keyin qo'rqib uyga kirolmay tugilishib o'tirishib ketadiganligimiz shundoq esimga kelib ketdi, shular yodimdan kechdi. Bu shundoq arvohlar haqida paranglashishni bolalar intayin yaxshi ko'radi, xuddi sizga o'xshash. Chunki bu intayin odam qiziqadigan bir xil tema. Sizmi buni bayman deb o'tganga o'xshash, xuddi anglishchanlik, xuddi bir kinoni odam ko'rayotgandek, toki siz qaytib opangizning uyiga yana qaytib kelib tomoqni yeb, ta kompyuterning oldida o'tirib, shu savolni so'rab javobga erishganga qadar bo'lgan o'tirliqda bir kino ko'rgandek bir xil hissiyotda, tuyg'uda aks ettirdigan şekilde sözlep beripsiz. Ben qayil buldum. Çünkü bu vaqt sözlemekme hem asan emas. Sözleriniz intayin ölçemlik, telaffuzlarınız intayin to'g'ri, Uyg'urchaga ustalığınız chiqib turdi, Uyg'urchani vahiyoq so'zlaydiganligingiz bilinib turdi. Men yoqtirdim. Tema o'zimga intayin qiziqarli bir xil tema bo'ldi. Sizga bundan keyingi ishlaringizga, o'rganishlaringizga muvaffaqiyat tilayman qizim. O'zingizni asrang, Allohga omonat bo'ling. Sabira, eng avval bizga bu nutqingiz orqali nihoyatda go'zal rivoyatlardek o'tgan bolaligimizni eslatib qo'yganingiz uchun rahmat. Bir dadaning bolasini jazolash uchun uni momuslayning opirib qo'yishi bugungacha men anglagan dunyodagi eng suyimli jazolash usuli. Undan boshqa yana siz yez turmushining bolalarning hayotida qanday go'zal aslilarni qoldirdiganligini bak yaxshi ifodalab beribsiz. Undan keyin uyga qaytguncha yo'lda do'stingiz bilan xiyoliy dunyoingizda paranglashishingizni sizning tasavvurga boy fikr qila oladigan bir o'zgacha xarakteringizni ifodalab berdi. Undan boshqa yana siz eng oxirida arvohning bor yo'qligini tor orqali bilib olishdan iboratmish mazmunni kirishtirib, bolalarning xiyoliy tasavvur dunyosi bilan bugünkidek ba'zi narsalarning javobini bir kunubka orqali qilib bilalaydigan tor dunyosining munosabatini bak yaxshi kirishtiribsiz. Men sizning yoziqchilik qobiliyatingizga, tasavvur kuchingizga afrin o'qiyman. Bundan keyin texnik tirishib mana shuningdek yaxshi asarlarni bizga davomli sunishingizni umid qilaman. Sizga utuq tilayman. Omad yer bo'lsin. Mahirimiz Sabira Muhammed. Sabiraning nutqi nihoyat ravon, intonatsiyasi o'rinliq, mazmuni o'zgacha bo'lib, o o'zining bir yozliq ta'tilda kechirmishiga asosan beshidan o'tgan va o'ylaganlarini aniq va tushunishli shaklda bizga ifoda qilib beribdi. Men bu mazmundan Sabiraning qiziqadigan va izlanishchan ruhini his qildim. O'rganish va bilim hammamizning hayotining oxirigacha davom qiladigan, bizni moddiy va ma'naviy jihatdan kuchlantiradigan bir jarayon albatta. Bu jarayonda qiziqish va izlanishning roli nihoyat muhim. Shunga men Sabiraning bu yaxshi aloyligini, ya'ni o'rganish ruhini davomli joriy qildirib, o'zi qiziqadigan temalar haqida davomli izlanib, keng doiralik va ilmiy tushunchisini texim cho'nqurlashtirishini umid qilaman. Shuning bilan bir vaqtda yangi bilim tushunchalarini, his tuyg'ularini har vaqt o'z yezigida va go'zal ona tili bilan biz bilan o'rtoqlashishini chin qalbimdan tilayman. Assalomu alaykum. Men Sumayya Hoshimjon, 12 yoshga kirdim. Nutq so'zlash musobaqasiga
Ranglarning mansi degan nasrimni ilib keldim. Ranglarning mansi. Ranglarning men uchun o'xshamagan mansi bor. Agar u qizil rangdan boshlansa, açıqlanish, ulug'vor va rahbarlik degan ma'noda bo'ldi. Nimishqalar do'stlarim meni qizilga o'xshatdi. Apelsin rang menga qizg'anlik, dushmanlik va ijodkorlikni degan so'zlarni eslatdi. Menda apelsinning energiyasi bor. Seyrek quyoshdan parqroqligini va unumdorligini namoyon qildi. Yeşil bo'lsa tinchlik, yangilash va umidni aks ettirdi. Ko'k menga osmon va hikmat degan ma'nolarni eslatdi. Ko'k men eng yaxshi ko'rgan ranglarning biridir. Men bu ko'kka o'xshash aql farosatga erishishni xohlayman. Binafsha rang hashamatlik yashashni ko'rsatdi. Men hashamatchilikda yashashni xohlayman. Dadam meni azaldan hashamatlik turmush kechirgizdi. Men halramda muhabbat, shundaqla hayal ma'nilarini ko'raman va halram bizni o'rtoqlashishga chaqirdi. Muhabbatda men hamma kishilarni yaxshi ko'rolmayman. Men bu dunyoda eng yaxshi ko'rilgan odam bo'lsam, mening dadam. Qo'ldan kuchga vakillik qildi. Men qalbimda qayg'u, achchiqlanish, har xil qiyinchilikqa duch kelgandagi andishani ko'raman. U hamisha o'zini yolg'iz deb o'ylaydi. Salqin, kuchlik, eskilik ve hiç kim onunla ko'ngil bo'lmaydi degandagi istaklarni ifodalaydi. Qora rang men yaxshi ko'radigan ranglar ichida. Men o'zimni qarining hissiyotiga loyiq deb o'ylayman. Chunki men ancha qarining hissiyotini his qildim. Ko'nglim davomli yerim bo'ldi, har kuni yig'lig'im keldi. O'zimmi nimishqa ko'nglim yerim bo'lganligini bilmayman. Oq yaxshilikni va pok qilibni tushuntirdi. Men oq rangga tava emasman. Undaqda mening yaqin chamberigim nimishqa meni oq rangkan deb o'ylaydiganlar. Amaliyotda men barliq ranglarga ega bo'lishni xohlayman. Chunki har bir rangning hamma odamga namoyon qiladigan o'xshamagan ma'nosi bor. Men bu ulug' rangning har biriga har xil ma'no berdim. Çünkü ben her bir rangdaki hissiyata ega bo'lish orqali kishilarni osonla tushunishni o'ylayman. Sümeyye, nutqunuzning mazmuni to'limi o'zgacha, temasimi xuddi siz tilga olganga o'xshash nihoyat rangarang ekan. Biz siz yuklagan ranglarning ma'nosi orqali kundalik turmushimizda doim uchrashib turadigan hayatımızda bor bo'lgan ranglarning ma'nosi haqida cho'nqur tushunchaga ega bo'ldik. Eng oxirida o'zingizning nima uchun barliq ranglarga ega bo'lishni xohlaydiganligingizni bak yaxshi yig'inchoqlab berdingiz. Haqiqatan dunyo rangarang bo'lganiga o'xshash, har xil rangda ko'ringaniga o'xshash, insonlarning mijoz xarakterimi rangarang va har xil bo'ldi. Siz mushu barliq ranglarga ega bo'lish orqali insonlarningki atrofingizdagilarning mijoz xarakterini, ularning nima o'ylaydiganligini tushunishga tirishganingiz amaliyotda sizning o'zingizning emas, boshqalarning hissiyotiga ahamiyat beradigan oq ko'ngil, chechan xarakteringizni ifodalab berdi. Men sizning mushu yaxshi mijoz xulqingiz bilan o'zgacha tafakkur qilish alayligingiz bilan texmi tirishib bundan keyingi hayot musofangizda texmi zo'r utuqlarni qo'lga keltirishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lg'ay. Mahirimiz Sümeyye Haşimcan. Men oldi bilan Sümeyye'ning ranglar haqidagi bu mo'l mazmunli hissiyotini biz bilan bu nutqda o'rtoqlashganlik uchun rahmat aytaman. Onun nutqining tili ravon, obrazliq, urg'u va intonasiyasi nihoyat o'rinliq, his tuyg'ulari tabiiy va tushunishli bo'lgan. Men bu nutqda Sümeyye'ning ichki dunyosining to'limi go'zal va rangarang ekanligini ko'rib yetdim. Eng muhimi Sümeyye o'zining bu rangarang ichki dunyosini san'atkorlik bilan ifoda qilish orqali o'zining kechirmishlarini, hissiyoti va o'ylaganlari bilan birlashtirib turib, ranglar haqidagi shaxsiy ko'z qarashini ochiq, yo'riq va dadil ifoda qila olgan. Shoman Sümeyye'ning bu ifoda qilish alohidligini davomli joriy qildirib, pishib yetilgan go'zal ona tilida texnik ko'p asarlarni o'tirib qo'yishini, go'zal mazmunlarni har vaqt biz bilan o'rtoqlashishini chin qalbimdan tilayman.
Assalomu alaykum, qizim Sumayya. Sizning ranglar haqidagi bu nutqingizni intayin qiziqib angladim. Bir xil yangilik bo'ldi. Siz so'zlab o'tgan ranglar siz degan chog'da yozib olgandim. Qizil rang, apelsin rang, yeshil rang, binafsha rang, hol rang, qo'ng'ir rang, qora rang, oq rang qatorliq mustaqil ranglarning ma'nosini yoki bo'lmasa qandaq ma'nolarni bildiradiganligi, qandaq insonlarga hissiy jihatdan qandaq ta'sir qiladiganligi haqidagi bayonlaringiz, tushuntirishlaringiz intayin jalb qilarliq, ilmiy, ondan bir xil yangilik tuyg'usi beradigan shaklda bayon qilibsiz. Men sizga o'xshash yeshil ko'k rangi bek amroq. Biz hayotda, turmuşda hamma yerimiz ranglar bilan o'ralgan. Atdiganda tursak, sahar o'rnimizda turgan chog'da parlab turgan quyoshni ko'rsak, voy bugun havo bek ochiq bo'pti deb xushalliqdan sakrab ketamiz. Demak, quyoshning shu tarqatgan seriq nurlardan bir xil energiyaga to'limiz, hayotga bo'lgan intilishga to'limiz. Yeşil ranglarni ko'rgan vaqtimizda xo'shib ketimiz. U bizga shundoq rastsiz deganda kangirlikni, osmonni, buyuklikni bizga his qildirdi. Biz yaxshi ko'radigan bahorning misoli yeşil, gilgiyahlar yeşil rangda, ko'k rangda shunashqa bu bizni intayin xo'shal qiladigan, ko'nglimizni ochadigan bir xil rang. Ondan siz o'tirib qo'ygan yana ranglar haqida biz faqat o bir xil ranglar emas, bu Allohning karomati bo'lgan, hikmati bo'lgan bu ko'p xil ranglarning bizda bo'lishini, shu ranglardagi sifatlarning, ma'nolarning bizda bo'lishini istaymiz, hammamiz xohlaymiz. Albatta hayotimiz shunday rengarang ranglar bilan hayotimiz texmi go'zal bo'ladi. Sizlaringizga intayin qo'shildim, shunchaki yaxshi ko'rdim. Talaffuzlaringizmi to'g'ri, nasiyatingizmi to'g'ri, ifodalashda intayin tamkin o'zingizni tutib, asosan shu demoqchi bo'lgan o'zingizniki so'zlaringizni noiti tartiblik, huduqmay yaxshi ifodalab berdingiz. Sakina turish qiyofatlaringizmi menga intayin yaridi. Bo'libmi shu sizningki ig'ir bisiq holda har xil ranglarni ayrim-ayrim bir-biriga aralashtirib qo'ymasdan mushtaq sap Uyg'ur tili bilan ifodalab berganligingiz meni bek xushal qildi qizim. Hammamizning hayoti rengarang gullardek, rengarang tabiatning rengarang nurlari bilan hayotimiz bezalsin, har kunimiz xushallik to'lsin. Sizga shunday xushalliklarni tilayman qizim. Allohga omonat bo'ling. Gerçi bu yıllık mahirlarının sani her bir yaş gruppası boyunca bahalashqa azlık qılsımı, ularning g'ayratini, nutqlarning alayidligi bo'yicha baholab mukofotlashga tirishdik. Tövende bahalash natijasini e'lon qilamiz. Nazaringlar ekranda bo'lsin. Mehr elchisi mukofotiga erishgan mahir Xayrunnisa Abdusalom. Adabiyot elchisi mukofotiga erishgan mahir Mus'ab Aysajon. Ümid elchisi mukofotiga erishgan mahir Saida Subhi. Izdinish elchisi mukofotiga erishgan mahir Sabira Muhammad. San'at elchisi mukofotiga erishgan mahir Sumayya Hoshimjon. Barliq mahirlarimizga Avlod nashriyoti tarafidan nashr qilingan 24 son 4 quloq bolalar jurnalidan bir yurishdan sovg'a qilinadi. Hammaylarni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz.